Assalomu alaykum. 2015-16 aprelda navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuvimizni belgilagan kun ish tajribasi asosida tadbirkorlar bilan uchrashuv qilib qarorlar 3-4 masalaga gaplashamiz. Bugun navbatdagi savol qabulni boshlaymiz. Shuning uchun o'zgacha masalalarni o'zgartirib firmalarimizni nomlarini yozib olaman. Qanaqa tadbirkorlikda bo'layotgan to'siqlar qayerda muammoga yuzaga kelyapti, bank tarafdan maqsak qancha foiz past yuqori muddat uzoq bo'lgan haqida ajratish bo'yicha takliflarni aytib o'taman. Sizlar ham bitta mana shu nimalarni shu tadbirkorlik subyektlari reaksiyalaringiz yozib olib rejalashtirishga tashkil qilamiz. Birinchi murojaatchi familiyangiz kim sizlar? Qaysi mahalla bor? Nomlasida Chorvachilik. Summasi? Telefoningizni ayting. 22. Keyingi qo'lum. Yo'nalish nimada? Telefon raqamini aytasiz. 96. Nurlayo Nafsa. Yatibmi? Yatibdi. Nurlayo Nafsa. Sabloq. Nima yo'nalishda kirmoqchisiz? Turib gapirish. Mo'xshachilik. Mo'xsha jihozlar. Mo'xsha jihozlar. Chunki ish yangi ish yaratish. Nurlayo Nafsa. Sizmi? Biz Mana bular jihozlamoqchisiz. Nechta odam ishlayapti o'zingizga tarbiyachilarimiz bormi? Sizga nisbatan necha kishi ishlayapti? 5 kishida. 4 ta ishchi o'rnidan ta'minlaysiz, ha? Xo'p. O'zingiz bilan 5 kishi bo'ladi. Keyin nechta bolani qamrab olasiz? 45 ta. 45 o'rinlikka yaratdim. 45 o'rin, ha? Ben yomon beramiz buni. Keyin summa qancha olmoqchisiz? 100 million. 100 million so'm, ha? Qaysi mahallada joylashgan? Tojikxon. Nashr emasmi? Ma'muz Tojikxon. Tojikxon mahallasi, ha? Ha, Tojikxon. Ijara ruxsati. Böyle aka sizdan ayting. Ha? Qaysi mahalla? Madaniyat. Madaniyat mahalladasiz, ha? Nima yo'nalish qilmoqchisiz? Asalarichilik. Asalarichilik uchun nima tadbirkorlik subyekti qarang, YTTmi, MCJmi? Teshabobo niyati MCJ. Summa qancha edi? 100 million. Telefoningizni ayting. 90. 717. 2080. 87, ha? Bo'ldi. Aka. Yo'q, oldin aytgan. Summa qancha? 12 million. Aka siz birgasiz, ha? Sizcha aka?